Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Hurmatli haydovchi, marhamat qilib mashinadan tushing. Transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Qanaqasiga? Nima mashina qildim? Sizda birorta hujjatingiz yo'qligini men juda yaxshi bilaman. Men bilan tortishmang. Hozir mashinani jarimaga qo'ysangiz, opam nima derkanlar? Hali hammasini opamga aytib beraman deng. Mayli? Opangiz undan oldin hujjatlarsiz mashinani uydan indamasdan olib chiqib ketib, bir qiz bilan ko'chada sayr qilib yurganingizni eshitsa, nima der ekan, ha? Qocha o'zingiz xabaringiz borki, kecha Toshkent motorsiga 200 cho'lakni olib chiqqanmiz. Dadam tug'ilgan kuniga. Opam bilsa, sizda meni ham o'ldiradi-ku. Men emas, sizni o'ldirishlari mumkin. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Hurmatli haydovchi, marhamat qilib mashinadan tushing. Transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Qanaqasiga? Nima mashina qildim? Sizda birorta hujjatingiz yo'qligini men juda yaxshi bilaman. Men bilan tortishmang. Hozir mashinani jarimaga qo'ysangiz, opam nima derkanlar? Hali hammasini opamga aytib beraman deng. Mayli? Opangiz undan oldin hujjatlarsiz mashinani uydan indamasdan olib chiqib ketib, bir qiz bilan ko'chada sayr qilib yurganingizni eshitsa, nima der ekan, ha? Qocha o'zingiz xabaringiz borki, kecha Toshkent motorsiga 200 cho'lakni olib chiqqanmiz. Dadam tug'ilgan kuniga. Opam bilsa, sizda meni ham o'ldiradi-ku. Men emas, sizni o'ldirishlari mumkin.